Assalomu alaykum. Bosak fakizoti borchilari. Mana bugungi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Zaril degan uchun bitta eshik, bitta rom, ikkita portishgan olib kelib o'rnatib bergandik. Bularda atkoslari bitgan. Kasparov Plus antrazit 6000 quvvat TB materialda. Zavodskiy rezinka degan. Razmerlariga kelsak, 1.10 ga 2.35 bitta eshik, 4 metrga 1.90 bitta rom, 6 ta ko'z, o'rtasi 2 tadan ochiladi. Bag'da alyumin antrazit, bir qavat qora aynak. Aldox 1 Graf firmasiga tegishli. Razmeri 2.71 ga 1.90, romi. Eshigi 1.14 ga 2.63. Bag'da bitta 3.25 ga 1.90 yana bitta rom bor. Hozir ko'rsatib beramiz. Eshiklarimiz ochilib yopilishi go'zal holatda. Hadisher qimmat dverni qora ruchkalardan qo'yib berganmiz. Aynaga ham двойной qora aynak bo'lgan. Zatseflari o'z joyida, ответi bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta zatsef, original shpingaletlar. Qo'sakfada har doimgidek 4 tadan oshiq-moshiq. Qorong'ida oshiq-moshig'imiz ko'rinmayapti. Kirganda o'ng qo'lda mana to'g'riga ikkita fortishka qilib berganmiz. Bu tomonda bitta, bu tomonda bitta, bu ham plastmassa fortishka. Razmeri 80 ga 60. Hop. Bag'da yana bitta fortishka bor. Bu alyumin. 1.10 ga 45 fortishka. Bu ham antrazit svetda. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Общий 4 ta fortishka, 2 ta eshik, 3 ta rom kelgan bu yerga. Romlarimiz tashqaridan ko'rinishi bu splashnoy qilingan. Ichkarida ustuni bor, ko'rinmaydigan qilib o'rnatilgan ustunlar. Romlarda ruchkalari original Rottolux ruchkalarda. 100% temir. Zatseflari to'liq uchtadan qo'yilgan. Saydintilari o'ziniki. Bu tomonda eshigimiz tashqariga ochiladigan edi. Bu eshik ichkarida bo'ladigan edi. O'rni o'zgarib, iloji yo'q, tashqariga ochiladigan eshikni ichkariga ochiladigan qilib o'rnatib berdik. Alyumin. Umuman luft yo'q. Qo'l kalitlari go'zal holatda. Farlox ruchkalar. Bag'da ham padagonnilar bilan, hammasi padagonniy bilan. Bitta, ikkita, uchta, 4 tadan petlar. Original bilan birida. Liniyalar bitta ketgan. Bu uyimizga hop kesakisini alohida qilib yig'ib, juplab berganmiz. Padagonniyda olib kelib, ko'rshagiga moslab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi tekis, bunisi bu tomondan o'tgan. Qanaqa qilib shu. Bu razmeri alyuminimizni 3.22 ga 1.90. Bitta o'rnatib ketadik, pataloylarni ustalar tayyor qilib bitkizib qo'yibdi. Hop, zazorlar juda go'zal holatda kelgan. Bunda ikkitadan ochilish, egasiga bonusiga yana bitta ochilish hisoblagan edik, bitta ochilish qo'shib qilib berdik. Bag'da bitta ochilish. Hop, bu uyda yana bitta 1.20 ga 45 fortishka bor. 86 ga 60 ikkita fortishka, 1.20 ga 45 ikkita fortishka, hop 3.22 ga 1.90 rom bitta, alyumin 2.71 ga 1.90 alyumin bitta, 1.20 ga 2.63 alyumin eshik bitta, 4 metrga 1.80 bo'yi 1.80 ekan, hop bitta plus, 1.20 ga 2.35 ta eshik. Bu ham plus. Hammasi 19 million 400 ming so'm bo'ldi. Manzil Tolmazorda bo'lyapti. Voyinchasi oldida. Quva tuman Tolmazor MF'da. Qo'sakfada qolinglar. Kimga shunaqa arzon va sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Eng ham yomon narxlar Qo'sakfada.